Yigitingiz bormi? Uzoqmas opa. Opa deyapsiz. Uyat, uyat. Lekin realni chiroyli ekansiz, 20 yoshlarga o'xshar ekansiz. Da, hamma shunaqa deydi, o'xshatadi, lekin 20 yosh emasman, afsuski. Shunaqa berishadi. Isib ketdim, pishi boru. Bahor, yoz keldimikin, kuyib ketdim. Mashinada konditsioner yoqib bermasa yomon alam qiladi-da. Ayrat, spasibo большое за родочку. Nima? Tushunmay qoldim. Kim mana bugun ko'chaga chiqqan bo'lsa biladi, shunaqa issiq bo'ldi. Yo men uchunmi? Kurkaladek chiqqan bugun bilaman. Ertalab sovuq bo'libdi. Salom alaykum dedi, keling. Ay, xudoyim. Erigiz bormi, yaxshi qiz yo'q. Erim bo'lsa shuni o'tiraman. Jinnimisiz? O'zingiz fikrlab qo'ying, logичный. Erim o'tkazib qo'yardim shunaqa qilib. Tavba. Qaysi g'ururi bor erkak o'tkazib qo'yadi shunaqa qilib. Sovga yaxlab chiroyli bo'lib qopsiz. Sovga emas, isib ketdim dedim-ku. Pishib ketdim. Kamerani uzoqlashtiring. Nima qilasiz uzoqlashtirsam? Moskva ishga kelasiz. Yo'q, men Moskvada ishlamayman, ham bormayman ham Moskvaga. Не для меня Moskva. Ha, isib ketdingizmi uyda? Isib ketdim, isib. Isib ketdim. E'lon tushunmadim, nima deyapsiz? Sal o'ylab keling boshqatdan. To'g'risi yaxshi ko'rib qoldim. Hammani o'zi yaxshi ko'rib qolaveradi. Ko'chaga chiqsam ham yaxshi ko'rib qolishaveradi. Bir joyga borsam ham yaxshi ko'rib qolishadi. Qanday adolatsizlik. Hayot. Bitta mashina yetmayapti. Bitta mashina bo'lsa. Bitta mashina bo'lsa. Mashina olib beradi degandim. Tak, men olib beraman dedim. Siz qanaqasini olib bermoqchisiz? Ham yaxshi ko'ring, keyin adolatli bo'ladim. Yoqtirsam yaxshi ko'raman, yoqtirmayam yaxshi ko'rib ketavermayman-ku. Men zo'r mashinasi bo'lsa, zo'r kiyinib o'tirgan bo'lsa ham, zo'r parfum sepgan bo'lsa, men bu yurak jizillamasa bir tiyinda hamma yo'q, shuning uchun. Xohlaganingiz dedim. Hop. Ha. Tushunmadim. Bir şey tushunmadim. Obbo, siz dedi. Men soat 3 bo'pti. Soat 3 bo'pti darrov. Yurak jizillamasa yuraverasizmi? Ha, yuraveraman. Erta tegib ajrashib ketgandan ko'ra kechki tegib baxtli yashaganim yaxshiroq deb o'ylayman. Ketdi restoranga. Yo'q. Bir-birimizni ko'rsak yurak jizillaydi. Yo'q, menimcha. Miyama. Qalaysiz dedi. Yaxshi shakarimiz to'ydan keyin jizillab qolar dedi-yu. Qari qiz bo'lib qolasiz. Mayli. O'zimdan kichkina bolalar uylanaveradi. Xavotir olmayman. Nima gaplar dedim. Gaplar yo'q, sizda-ku gaplar. Qari qiz qayerdan chiqqan u gap? Qari qiz degan narsa yo'q-ku. 40-50 ga kirsa qari qiz bo'ladi. Привет dedim. Привет.
Shu O'zbekistonga kelsam shunaqa bor. Qari qiz bo'lib qolgan, bunaqa bo'lib qolgan. Chet elliklar ko'rsanglar mentaliteti boshqa-da, unaqa deyishmaydi ham. Привет deydi, привет. Tinchmiz? Nima gaplar, tinchlik? O'sha gap archani tagidagi gap deng. Nima degani gap? Gap archadagi bir narsa. Bunaqa maqollar bilmas ekanman bari. Necha shirin istedim. Bilmadim. Voy xudoyim-ey, siz effektchani qo'yib olasiz, qari qiz bo'lmaysiz deydi. Yo'q, men unaqa qila olmayman. Bez effektmanda ham hozir mana. Hamma yog'im bez effekt. Mana bez effektman. Qayerdansiz? Toshkentdan. Toshkentdan. Sher, pошел отсюда, долбоёб. U shunaqa qilishga majbur qiladi. Pошел отсюда, долбоёб, konченый. Привет, deydi Lengo, привет. Tavba, hayronsan-ey. Sizni ko'rib sevib qoldim deydi. Rahmat. Yuragingizga minta ekanda. Covidlar haliyam bor. Что nima degani? Covidlar haliyam bor. Yo'q, faqat sizda bu yurak berdim deydim. Deganlarni ko'rdik. Ko'p ko'rdik. Mo'ylovingiz ko'rinib qopti deydi. Ko'rinadi endi mo'ylov, biz transformator emas-ku, bizga ham jun o'sadi. Yaxshimiz deydi. Yaxshi, rahmat o'zingizchi. Salom chiroyli yigit. Meni ko'rmadingiz-ku hali beri. Yo'q, ko'rmabman. Bizga ham mo'ylov o'sadi. Tavba. Gap yo'q, hazil chiroyli deydi. Ha, rahmat. Men o'z holim bilan mullomani men bilan o'zbek tili qotil. Men bilan degani gap haqiqatan ham to'g'ri ekan. Men o'z holim bilan mullomani tushunmadim. Salom. O'shade bo'laram odam. O'shade stomatolog. Salom alaykum. Salonda oldirasizmi mo'ylovingizni deydi. Yo'q. Endi bitta naqa chiqib qolsa, jun chiqib qolsa salonga borib oldirmasam kerak. To'p astag'firullah, qani savollar qiz bolani shaxsiy narsalarini nima qilasizlar so'rab. Mo'ylovi bo'lsa o'pish. To'p astag'firullah. Britvada qirib oling deydi. Hop. Deyman. Mayli. Qirib olamiz. Hazil deydi. Hop. Hazil qiluvdim mo'ylovdim. Ha, bilaman, o'zi yo'q deydi. O'zingizga olmayman o'zimga. Yo'q, bo'lsa yo'qsam, rostdan qirilmabdi, esidan chiqib qolibdi desa, lekin qilingan deb oling. Hayitga ketib qoldinglar-da. Sizlarsiz Toshkent huvillab qoldi. Biz sizlarni sog'dik, qaytinglar vatanga. Tinch bo'lib qoldi sizlarsiz. Toza havo bo'lib qoldi. Rostdan chiroyli ekansiz, rahmat oxun.
Diyaman. Voy. Voy. O'zim sizlarni bo'p tushunmadim. O'zingiz sizlari bo'p yotibsiz-ku, tushunmadim to'g'risi. Kechki plan nima dedim. Kechki plan xudo xolasa uxlaymiz, ish qilamiz, kino ko'ramiz. Chiroyli bo'lsa ham qo'ymay dedim. Ha endi Xudo qanday yaratgan bo'lsa shuna bo'lamiz-da. Voy, oyog'im ushib qoldi. Harakat qilmasam ushib qoldi. Kampirga o'xshab qolaman. Sizga kechki plan deb noto'g'ri ma'noda gapirsa to'g'ri tushunasiz. Endi xayolim yaxshi-da, buzuqmas. Klubga borasizmi kechqurun? Jinniroqmisiz? Men klubga bormayman, bormaganman ham, bormayman ham, hech qachon bormayman. Klubga meni uchun emas u joy klub. Tavba astag'firullah. Ana klub dedi, boshlandi, ko'rdinglarmi? Kechqurun ishlaysizmi siz? Yo'q, nimaga? Kechqurun men uxlayman. Voy oyog'im, kechqurun men uxlayman. Ishlayman dedingiz hozir. Ishlardim qishda. Hozir ishlaganim yo'q. Qishda edi. Hozir ishlaganim yo'q. Necha soat uxlaysiz? Ну, где-то 7 soat, 8 soat. Tilab